Juda ham ko'p bemorlar aynan shu diagnoz bilan kelyapti dedingiz. Nima bo'lyapti endi O'zbekistonda yana? agar o'shani holati yomonlashsa, battarlashsa, bir og'ir ahvolga tushib qolsa, baribir aybdor bo'lasiz. Nima menga quloq solasan? Men doktor emasman, gapingni o'tkazishing kerak dedi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Rayhon, Nigora, bunaqa vrach boshqa yo'q. Nima bo'lgan aslida? Chunki O'lim xavfi bor. Hech nima qila olmasligimiz mumkin. Mana vahima. Kechki payt doktor telefon qilyapti. Endi men bir ko'nglimdan, ichimdan biz chizillar demayapti, men vafot etibdimi. Xuddi bir haqiqatda haligi qo'rqinchli kinolarda ko'riladigan lavhadek bo'lganda. dahshat bo'lgan. Hamma joy yarim kechasi telefon qilib, mani xo'jayinim nobud bo'lyapti, yordam qiling. Har qanday holatda siz bemorni cho'ntagiga qaramagan holda ham yordam berasiz. To'g'ri, o'sha paytda hammamiz podopitniy krolikka aylanib qoldik. Shunga o'xshash holatda. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, shifo bo'lsin podkasti yana sizni xizmatingizda va bugungi mavzuni aynan siz so'ragan mavzulardan tanlab oldik. Shifokorimiz ham to'g'risini aytsam, men juda ham hurmat qiladigan inson, chunki nafaqat o'zini sohasini, balki umuman olganda meditsinani chuqur o'rgangan inson. Men bu insonga xohlagan savolimni bersam, xohlagan, ya'ni o'zim istagan, o'zim qiziqqan javobni albatta olaman. Demak, oliy toifali shifokor, pulmonolog, allergolog Farhod Muhsinov. Assalomu alaykum. Va alaykum Xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Vaqtingiz juda kam, bilaman. Qimmat vrachsiz va bugun vaqt ajratib kelganingiz uchun katta rahmat. Ikkita mavzu bor, albatta allergiya ham va pulmonologiya. Endi oddiy til bilan aytganda, ko'pchilik shaxsan o'zimga murojaat qilganda so'rashadiki, yo'talyapman, Nigora opa, yo'talim ketmayapti yoki Coviddan keyingi bunaqa asorat bor, bunaqa asorat bor, nima qilishimni bilmayapman degan savollarni ko'p olaman. Birinchi qismimizni allergiyaga bag'ishlasak, chunki hozirgi paytda men taniydigan insonlarni 90%ida nimagadir allergiyasi bor. O'zi allergiya nima sababdan organizmda paydo bo'ladi? Umuman olganda haqiqatda to'g'ri gapirdingiz. Bir paytlar men endi shu shifokorlik faoliyatini boshlab, talabalik paytlarimda men rahmatli otam aytardilarki, ular ham allergolog shifokor bo'lganlarda, allergiya bu 21-asr vabosi derdilar. Aha. Hamma kasallanadi, hali ko'rasan deb aytardilar endi, lekin biz endi qanaqadir bir e'tiborsizlik bilan qaraydik shu narsaga. Oxirgi paytda butun dunyoda shu allergiyani oshish tendensiyasi bor. Agar oldinlari aytilsa, masalan, 10 tadan bittada, 8 tadan bittada desa, hozir 4 tadan bitta odamda allergiya bor. Har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin, juda ham rivojlanib borayotgan narsa. Allergiya degani bu boshqacha reaksiya. Ya'ni organizm uchun ziyon bo'lmaydigan ma'lum bir narsalarga organizmni bo'ladigan javob reaksiyasi. G'ayritabiiy, masalan, aytaylik, o'simlik gulining changi burun shilliq qavatlariga o'tirdi, ko'z shilliq qavatlariga o'tirdi. Mahalliy o'sha yerda immunitet uni yot modda sifatida qabul qiladi, shunga qarshi kurashishni boshlaydi, boshqacha reaksiya namoyon qiladi. Lekin hammada ham bo'lmaydi-yu. Misol uchun, menda gul changiga yo'q, sitrusga bor. Yana eng qiziq tarafi shunda-da, kimdirda sezgirlik oshib qoladi, lekin hammada ham sezgirlik bitta narsaga oshmaydi. Sizda sitrusga bor, falonchi odamda aytaylik pomidorga bor, birovga changga bor, kimdirda hidga bor, kimdirda boshqa narsalarga bor. Demak, hammada individual ravishda bo'lishi bu. mumkin. Aynan, ko'pchilik aytadi, immunitet tushib ketgan. Yo'q, immunitet tushgan emas, nabarot immunitet g'ayri tabiiy ravishda aktivlashib qoladi. Biz shu allergiya bilan tug'ilamizmi? Yoki keyinchalik hayotimizga kirib keladimi? Allergiyaga moyillik xususiyati bilan tug'ilamiz. Aha. To есть chalinish xususiyati bilan tashqi, ichki faktorlarning ta'sirida ma'lum bir vaqtda yuzaga kelishi mumkin. Kimdirda 5 yoshda, kimdirda 55 yoshda, kimdirda umuman yuzaga chiqmaydi. Bu butun umr moyillik bilan o'tib ketib qolishi mumkin. Bu hammasi o'zimizga bog'liq. Mana hozir aytayotganimiz nimaga allergiya ko'payib ketyapti degan savolga ham javobi shunga. Ya'ni ichki va tashqi omillarga bog'liq. Hammasi bir-biri bilan to'g'ri kelsa, hamma narsa yomon bo'lsa, o'sha payt yuzaga kelishi mumkin. Allergiyani xavfi haqida gaplashmoqchiman, chunki masalan, menda mana sitrusga bor, yana ba'zi bir dori preparatlariga bor, lekin unaqa darajada allergiyaga moyilman deya olmayman-da. Endi o'sha men bilgan narsalarga bo'lishi mumkin. Lekin qarang, hozir
Xudoni ishida mashinaga o'tirsam, podkast olishdan oldin shunda mashinaga o'tirsam, sochimda bir narsa g'imir qildida. Men sochimni noto'g'ri turmak qildimmi dedim, unaqasiga ushladim, bunaqa bir payt shunda qo'limga olsam asalari o'tiribdi-da. Xudoni ishi, allergiya haqida gaplashishga kelyapman. Asalari oynani ochdim, o'chirib yubordim. Ya'ni unaqa menda qo'rquv ham bo'lgani yo'q, ta'sirlanib, deganim ham yo'q. Lekin onamda asalariga juda ham bir boshqacha allergiya bor. Hattoki o'sha anafilaktik shokkacha yetib borganini ham eslayman. Juda ham qo'rqinchli, ko'z oldimda bo'lgan. Oldin eslaysizmi, yoshligimizda odatimiz bo'lardi, choynakdan choy ichardik. Shunda o'zidan ko'tarib. Endi onam ham shu ish qilganlar-da. Biza kichkina edik. Lekin shu ichga kirmagan, lekin qayergadir lavlarini nima chaqqanda yaxshi ham yutib yormaganlar. Lekin bir necha soniya ichida ishib ketganlar. Shunga so'ramoqchi edim, allergiyani eng xavflisi qaysi va qanaqa asoratlarga olib kelishi mumkin? Ali cho'pdek dushmaning, xasdek dushmaning bo'lsa ham qo'rqqin deydi-ku. Endi haqiqatda siz aytgandek, insekt allergiyasi deydi, chaqqanga allergiya, hasharotlarning chaqishiga allergiya. Bu juda tez o'tadigan reaksiya. Ma'lum bir qisqa vaqt ichida birinchi tibbiy yordam ko'rsatmasa o'lim holiga olib kelishi mumkin. Hozirgi kunda bizada kuzatilib turgan eng ko'p reaksiyalardan bittasi, masalan, og'ir o'tishi mumkin bo'lgani bu dori allergiyasi. To есть doriga allergiya bor. Birinchi qabul buni otini sensibilizatsiya deydi, sezgirlik oshadi, reaksiya bermaydi. Bular aytaylik, umrida olmagan antibiotika teriga sinama qo'ydik, qildik. Birinchi inyeksiyada hech qanaqa reaksiya yo'q ekan deydi. Ikkinchi, uchinchisiga allergiya beradi. Demak, sinamaga ham ishonish mumkin Sinama ham emas. 40% himoya qilish mumkin. Shuning uchun yengil dori qabul qildingizmi, iloji bo'lsa sinamani ketma-ket 2-3 kun qo'yinglar. Men uchun yangilik bo'ldi, chunki birinchi qabul sensibilizatsiya, sezgirlik oshdi. Ikkinchi, uchinchi qabulga bo'ldi. Ba'zilar keladi, dori allergiya bo'ldim, dori menga allergiya berdi. 100% dori allergiya emas. Bizada dori allergiyasi bor va pirogen dorini ta'siri bor. To есть dorini noto'g'ri saqlangani, noto'g'ri qo'llanilgani, noto'g'ri ishlatilgani, boshqa usulda yuborilgani natijasida turli reaksiya kelib chiqadi. Dori allergiyada dorini qabul qildi, unga qarshi immunologik mexanizm, biologik aktiv vositalar, o'sha gistamin, boshqa narsalar ishlab chiqarildi, tomirlarni toraytirdi, shish keltirdi, anafilaktik shok keltirdi, shunaqa bo'lishi mumkin-da. Demak, proba qo'yildi, probada hech narsa bo'lmadi, hammasi tekis, chiroyli o'tdi. Ikkinchi, uchinchini qilgandan keyin birdaniga toshma toshib ketdi, yo bo'shashib hushidan ketib qoldi. Demak, 3 kun kutishimiz kerakmi? Endi jelatina shunaqa. Va demak, agar avvallar olinmagan, ishlatmagan dori preparatlarimiz bo'lsa, albatta shifokor huzurida qilganimiz ma'qul. Chunki odatda biz birinchisini o'sha probani o'tkazamiz, qolganini uyda olamiz, medsitra chaqirib. Demak, bunday qilish mumkin emas. Yo'q. Endi men faoliyatimni allergologiyaga ixtisoslashtirilgan o'sha tez yordam ko'rsatish bo'limida ishlaganmiz-da. Shahar allergologiya markazi bo'lardi o'sha payt. Aynan anafilaktik shok bilan eng ko'p o'lim holatlari bo'lgan va shunaqa o'lim xavfi bilan kelgan bemorlar bo'lgan. Doridan. Endi Xudoga shukr, masalan, yuzimizni yoriq bo'lib, hammasiga birinchi yordamni maromida ko'rsatsa, saqlab qolsa bo'ladi, bu bemorlarni qutqarib qolsa bo'ladi. Qarang, birinchi yordam deyapsiz-da, agarda shu uy sharoitida bo'lib qolsa, mana onamdagi holda, chunki men eslayman, agar adashmasam, endi biz kichikroq edik, garmon qilingan. Ya'ni tez yordam chaqirilib, garmon qilingan. Agarda men uyda bo'lib qolib, mana allergiyaga duchor bo'ldim, deylik, proba qildirdim, ikkinchi kapelnitsamni oldim, kechga borib bo'g'ilyapman. Nima qilishim kerak? Endi обязательно birinchi navbatda agar imkoni bo'lsa, mana garmon qildim dedingiz, glyukokortikoid steroid vositalarini kiritish kerak, tez tibbiy yordam chaqirish kerak, maksimal havo yetadigan darajaga ochirib, ana qilib, nima deydi, agar imkoni bo'lsa, tez yordamni poylamay yaqinroqda tibbiyot muassasasi bo'ladigan bo'lsa, shu joyga borish kerak. Uyda suprassin ichsam bo'lmaydimi? Yo'q. Ta'siri bo'lmaydi. Agarda anafilaktik bo'layotgan bo'lsa, hattoki garmon vositani qilsak ham, masalan, bu kasalni qutqara olmasligimiz mumkin. Shunchalik bo'ladimi? Shunchalik kuchli bo'ladi. Men nimani hisobiga? Hech shu esimdan chiqmaydigan bir holat bo'lganda, bitta bemor ayol og'riq qoldiruvchilarga allergiyasi bo'lgan. Endi bir taqdiri taqazosi bilan men bir 4 marta yo 5 marta navbatchiligimga shu ayol qayta shok bilan tushirgan. Voy.
shokdan qaytaramiz, dori ichmagin deb jo'natamiz. Bir nima bo'ladi, dori qiladi, qatidir oriydi, yana dori ichib qo'yadi, mana shunaqa. Oxiri nima bo'ldi? Galdan galga endi oxiri nima bo'ldi, men uni bilmayman-ku, lekin oxirgi martasida bir qiyin holat bo'lganda, o'sha payt bir kechasi bilan unga juda katta dozadagi gormonlarni qilganmiz. Davleniya ko'tarilmaydi. O'sha qon bosimini ko'tarib turadigan vazopressor dorilar bor, o'shanda ushlab turiladi. Demak bu og'ir holatlarda. Og'ir holat. Lekin bu holatdan yana bir narsani biz o'rganishimiz kerakki, agar shifokor aytdimi qilmagin deb, demak qilmaslik kerak. Endi odam qayerdir og'risa baribir dori ichib qo'yadi-da. Birinchi marta eshitishim bunaqa dorilarga allergiya bo'lishini. Eng chatoq tarafi nimada? Masalan, bizda allergiya bitta doriga bo'ldimi, o'shani oilasi tamom, o'shani qilish kerak emas. Masalan, shifokorlar so'raydi, aytadi, reaksiya. reaksiya nimaga bo'lgan? Manda seft reaksionga bo'lgan. Bo'ldi, biz sizga deydi, sefapirazon sulbaktam qilamiz deydi, yo sefipim qilamiz. Oilasi bitta beraveradi bir-biriga. Shuning uchun bitta o'sha guruhga bo'ldimi, o'sha oilani to'liq istisno qilish kerak. Lekin shunaqa holatlar bo'lgan, masalan, seft reaksionga bo'lganda, hozir zamonaviy shunaqa bir molekula chiqdi, seft reaksion sulbaktam himoyalangan. Uni qilsa yaxshi bo'ladi, uni qilsa bo'lmaydi. Yo, asosiy moddasi seft reaksion bo'ladi. Har qanaqa holatda ham bo'ladi bu. Eng chatoq tarafi bitta allergiya bergan dorini agar biza bu narsaga e'tibor qilmasak, sal qichishdi, sal maza qochishdan yengilroq holati ham bo'lishi mumkin-ku. Istisno qilib qayta qilsa, galdan-galga reaksiya kuchli bo'lib ketaveradi. Ham tez bo'ladi, ham kuchli bo'ladi. Demak, bir marta yo'q deyildimi? Tamom. O'sha oila dorisini unutish kerak. Bilish kerak, yozib olish kerak o'zi uchun. Palonchiga menda bor, mamanda bor. Shifoxonaga yotsa albatta u yerda o'zi maxsus bir joy bor, yoziladigan nima doriga allergiyasi bor debdi. Hamma so'raydi albatta. So'raydi, hattoki stomatologga borsangiz ham so'raydi-ku. Ko'pchilik aytolmaydi, shuning uchun bu narsaga e'tibor qilish kerak. Bormi? Bor, tamom. Bunga hech qanaqa исключение yo'q. Yo'q, qarang, mana savol tug'ilyapti-da. Hayoti davomida nimagadir, masalan, yoshligimda menda penitsillinga allergiya bo'lgan. Toshmalar toshib ketgan ekan, onam aytishlari bo'yicha. Deylik, hozirgi yoshimda menga o'sha penitsillinovый rяд, ya'ni penitsilin oilasi dori vositasidan qilinsa, menda yana allergiya bo'ladimi yoki hayotim davomida u o'tib ketishi ham mumkinmi? Yo'q, o'tib ketmaydi. Odatda haqiqiy dori allergiyasi bo'lsa, mana bizda yana aytayapman-ku, bizda o'sha pirogin yoki dori nojo'ya ta'sirini ham allergiyaga nima deydi, qo'shib qo'yishadi. Bu allergiya bergan deb. Endi u haqiqiy allergiya bo'lmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar haqiqiy allergiya, o'sha immunologik bo'lsa, immunitet tanib qoldi shu narsani, bu bir umrga odatda. Bo'ldi, u guruhni umuman qo'llash kerak emas. Allergiya nasl surishi mumkinmi? Ya'ni ota-onadan, buvidan, dodadan o'tishi mumkinmi? Endi allergiya ko'proq nasl suradigan kasallik. Endi ham otada, ham onada bo'lsa, har xil adabiyotlarda har xil beriladi, lekin statistika yomon. Qaysi ma'noda? 70%, qayerdadir 90% ham otada, ham onada bo'lsa, allergiyaga chalinish xususiyati o'tadi farzandiga. То есть bu уже tashqi, ichki ta'sirlar natijasida ertaning shu bolada allergiya rivojlanishi mumkin degani bu. Demak, bunga ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ota-onadan so'rash kerak. Shuni agar bittasida bo'lsa 40% gacha o'tish xususiyati bor. Tushunarli. Yana eng ko'p beriladigan savollardan biri, misol uchun insonda bir allergiya boshlandi deylik. O'sha dori vositasidan, mayli dori vositasini tushundik, u alohida bir mavzu. Qaysidir yeyotgan mahsulotiga allergiya bo'ldi. Ana shu allergiyami yoki yo'qmi yoki siz aytgandek boshqa holatmi? Qayerga borib tekshirtirish kerak? O'zi qanaqa tekshiruvlari bor? U tekshiruvlarga ishonib bo'ladimi? Endi oxirgi payt shunaqa tendensiya borda, mana terida toshma, allergiya toshdi. Aytaylik, ovqat allergiyasi. Shu ovqat allergiyasida ham haqiqiysi bor, birlamchisi bor, ikkilamchisi bor. Haqiqiysi xuddi dori allergiyaga o'xshab, ma'lum bir mahsulotga immunitet uni tanlab qoldi, dushman allergiya rivojlandi. Odatda bu narsa umrbod. Xuddi dori allergiyaga o'xshab. Ikkilamchisi bor. Oshqozon ichida qanaqadir muammo bor. Xolitsistiti bor, gastriti bor, fermentlari baland yuradi, disbakteriozi bor. Aytaylik, qandaydir bir parazitlar, gijalar bo'lishi mumkin. Bular hammasi organizmda bir muammolarni keltirib chiqdi. Ovqatda oxirigacha hazm bo'lish jarayoni buzildi. Oraliq oqsillar paydo bo'ldi. Katta miqdorda allergen sifatida. Jigarda uni neytrallashga bo'lgan xususiyat pasaydi. Mana o'sha paytda ham toshma toshib ketishi mumkin. Shunday bemorlarni biz davolasak agar, keyinchalik bular har narsa yeb yurishi mumkin. Lekin bunda biz asosiy kasallikni, allergiyani emas, allergiya bu kasallik belgisi. Asosiy kasallikni topib davolashimiz kerak. Hozir mana
belgi deyapsiz. O'zi aslini olganda mana global qilib olsak, allergiya bu alohida bir xastalikmi yoki siz aytgandek nimanidir o'sha reaksiyani bir belgisimi? Alohida xastalik, Xastalik. lekin ko'p holatlarda allergik belgi bo'lishi mumkin. Masalan, bizni elementar mana gripp bilan shamollab qoldik, shifokorlar tavsiya qiladi gistaminga qarshi vositalarni. To'g'rimi? Nima maqsadda beradi uni? Shu gipersekretsiyani kamaytirish, demak, u yerda ham bir qismi allergik komponenti bor. Revmatologik kasalliklar bor. U yerda ham autoimmunni qanaqadir bir allergik komponenti bor. Allergiyani alohida butun boshli, masalan, nozologiyasi bor, kasalligi ham bor. Allergiyani davolasa bo'ladimi? Allergiyani ko'p savol beriladi, allergiyani davolasa bo'ladi. Tinchlanish davriga o'tkazish mumkin, remissiyaga. Aha. Lekin to'liq yo'q qilib yuborish qiyin. Ba'zilar aytadi, men tuzalib ketdim deydi. Lekin u aslida tinchlanish davri. Tinchlanish davri hammada har xil. Kimdirda 30 yil tinch yurishi mumkin, kimdir yarim yil tinch yurishi mumkin, yana qo'zishi mumkin. Demak, aynan mana shu yarim yil tinch yurib keyin yana qo'zg'asa, bu bemorlar baribir qanaqadir dori vositalarini qabul qilib yurish kerakmi? Endi ba'zida bo'ladi, masalan, astmasi bor bemorlarimiz bor, bronkial astma degan kasallik bor, nafas yo'lini allergik kasallik hisoblanadi. Bronxlarda nafas siqishi, torayishi ishi bilan kuzatiladigan holatda mana shu bemorlarga bazaviy o'zini maxsus bir dorilari bor. Shuni beradi, shuni fonida u sog' odamdan hech qanaqa farq qilmaydi. Endi odatda bu dori lekotringa qarshi tabletkalar bo'ladi va glyukokortikoid steroid, ya'ni gormon ingalyatorlari bo'ladi. Ba'zilarda o'sha steroid ingalyatorlarni kombinatsiya bo'lgan shakli, ya'ni nafas yo'lini kengaytiradigan komponenti bilan bo'lishi mumkin. Mana shu dorilarni ba'zilari umrbod ishlatib yuradi. To есть biza berdik. Lekin uni fonida bu bemorda hech qanaqa nojo'ya ta'sir bo'lmaydi, u semirmaydi, u qonga so'rilmaydi, holati zo'r bo'ladi, yuraveradi. Lekin buni to'g'ri tushunish kerak, to'g'ri tushuntirish ham kerak. Mana bizda ko'pchiligi Mamut, mani ingalyatorga o'tkazib qo'ydi deydi, boshqa deydi. Shunaqa holatlar ko'p bizda, tushunmaydi shu narsani. Men bitta hayotdan misol keltiraman. Bir qarindoshimiz, uzaro qarindoshimiz bir paytda juda og'ir astma holatiga chalinib, chet elda mehnat faoliyatini yuritayotgan bo'lganda, kelib qolgan. Keyin otam rahmatli yordam berganlarda glyukokortikoid steroid ingalyator berganlar shunga. Endi u kasallikni kupirish qilish kerak. U kritik holatdan olib chiqilgan, bu tavsiya qilingan. Shu qaysi bitta yo shifokorimi, qarindoshim men bilmayman, kimdir aytgan, sani bu gormonga o'tkazdi degan. Undan chiqarib turib bir tabletkami, 2 tabletka deksametazonga gormonni sistemli gormonga o'tkazib qo'yganda, bizda hali gormon desa hamma vahima bo'lib ketadi-yu. Mana vahima bo'laman. Bizda bor tizimli sistemli gormon bor. Ya'ni ichdingiz so'rildi, bordi, bizaga tuzatish kerak, o'pkani tuzatish kerakmi, o'pkaga bir qismi bordi-da, yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatdi. Bizda mahalliy gormon bor. Masalan, terida bir narsa bo'ldi, surib qo'yishdi, yaxshi ko'rishadi shunaqa narsalarni-da. Keyin ingalyatsiya ham xuddi shunaqa narsa, mahalliy bu. Mahalliy hisoblanadi. Tortadi, u to'g'ri 0.01 nechidir foizdir Pulmikort. so'rilishi mumkin, lekin u sistemning nojo'ya ta'sir ko'rsatish darajasida so'rilmaydi. Shuning uchun uni ingalyator shaklida berganda, buni tushunmaydi-da, aytadi, senga gormon bergan bu deydi. Bu spetsial o'sha nojo'ya ta'sir bo'lmasin deb buni ingalyator qilib chiqarib, bo'lmasa boshini ortib o'tirmaydi, tabletkani iching deydi-yu, ukol qilib qo'ying deydi. Chunki biz gormondan qo'rqamizda, o'shaning uchun juda ham ko'p, masalan, atrofimdagi qizlar ham, masalan, yaqin bir dugonamda allergiya bor. Asalga, asallariga, asal qo'shilgan har qanday pishiriqqa bundoq aylanib o'tish kerak-da, uni yonidan asal bo'lsa. U ham aytadiki, shu gormon olaman, lekin gormondan semirib ketyapman. Shu gormonsiz qanaqadir dorilar o'ylab topisharmikan allergiyaga deydi. Chunki shaxsan menga ham gormon qilgan vaqtingiz bo'lganda, men siz bilan kurashaman Farhod aka. Har gal shamollab borganimda menga Dexa deb turib olsangiz, men kurashaman. Chunki dexametazon bilaman, meni semirtiradi. Qani hozir ayting, yo'q, semirtirmaydi dexametazon yoki o'sha allergiyaga qarshi bo'lgan preparatlar sizga ta'sir qilmaydi, ya'ni sizni qiyofangizni o'zgartirmaydi dengchi. Me'yorida bo'lsa o'zgartirmaydi. Siz me'yorida qilasizmi? Me'yorida qilamiz, me'yordan oshiq qilmaymiz hech qachon. Endi umuman tegini olib qarasam, allergiyani mexanizmiga ta'sir qilib davolaydigan eng yaxshi samarali vosita bu gormon. Nimaga o'sha bir kompleks paydo bo'lib qoladi allergiyada, o'sha kompleksni zanjirini uzadigan narsa glyukokortikoid steroid vositasi.
Masalan, gistamin bu faqat gistamin semiz hujayra yoriladi, u yerdan gistamin chiqadi, o'sha retseptorlarni bloklab chiqadigan narsada, u kasallikning belgisini qo'pol qilib ketgan. Bu imенно patogenetik mexanizmiga ta'sir qiladigan narsa. Aha, to'xtatadigan. To'xtatadigan. То есть bundan effektiv allergen davolaydigan narsa yo'q. Qachon o'ylab topasizlar? Endi Xudo xolisa o'ylab topilsa kerak. Mana shu ingalyator shaklida berilishi ham bu o'ylab topilgan narsa bu. То есть yangi molekula chiqyapti. Yangi molekula chiqqan sayin eskisini nojo'ya ta'sirlari kamayib boradi, foydali koeffitsiyenti oshib boradi masalan. Keyin buni ham me'yori bor, qo'llashi odati bor. Masalan, gormon deganida masalan shunaqa holatlar borki, kuniga 2 ta 3 talab qilinadigan joyi bor. Bizda odatda mana osteotoz, dexametazon qisqa ta'sir qiladigan. 12 soat ichida chiqib ketadi organizmdan. Shuning uchun ma'lum bir etapda o'sha zanjirini uzish uchun beramiz boshida. Nari borsa 3 kun berishi mumkin, noshu bermayman agar 5 kun 7 kun lecheniya davomida. Endi agar holat kritik bo'lsa, men majbur bo'laman ko'proq berishga. Demakki holatiga men qaraysiz. chiqara olmayman. Holatga qarab Bemor yo'q, olmayman deb tursa ham qilasizmi? qilaman. Chunki hayotini saqlab Hayotini qolishingiz. saqlab qolishim kerak. Ertaning bemorlarimizda ham shunaqa odatlari bor-da, bular nima deydi, hali hayot talvasasi bo'lib turgan paytda hamma narsaga rozi. Sal jon kirgandan keyin yo men buni olmayman, uni olmayman, mana shunaqa narsa-da. Mana gormon deyapmiz. Farhod aka aslini olganda to'g'ri, balki bitta tomondan odamning hayotini saqlab qolar. Lekin shaxsan menga endi siz aytasiz, ovozingni saqlaydi Nigora. Chunki ba'zi hollarda bilaman, ovozsiz yetib kelgan paytimda ham o'sha gormon bilan ovozlarimni ochib berasiz. Lekin masalan keyin o'zimda nojo'ya ta'sirini his qilaman. Yo o'zimga o'zim shuni o'ylab topamanmi? Endi ko'proq может быть samovnushiy degan narsa borku, o'zingni o'ylab topish. Lekin yana aytaman, gormondan ziyonli narsa ham yo'q, gormondan foydali narsa ham yo'q. Buning uchun me'yori bilish kerak-da har doim. To'g'ri dozirovkada to'g'ri ishlatish. Birinchidan, ikkinchidan kerakli joyda ishlatish. Kerak emas joyda ishlatish kerak emas. Shunaqa holatlar bor, oxirgi paytda uchrab turibdi bizada. Yo'taladi bemor. Bu shamollash emas, bu allergiya deyishadi. Gormonni 2 mahal, 3 mahal qilib yotishdi bos bunga. Lekin hech qanaqa reaksiya yo'q. Mana shunaqa paytlarda bu gormon faqat ziyonga ishlaydi. Qaysi ma'noda? Chunki bemorda izначально bu allergiya bo'lmagan, bu yo'tali boshqa sababi bor. Buni topib bilish kerak. Gormon masalan kuchli yallig'lanishga qarshi vosita, kuchli allergiyaga qarshi vosita, kuchli ishlarga qarshi vosita va yana bir xususiyati bor. Kattaroq dozalarda bersa immunitetni tushirish xususiyatiga, ya'ni supressiya deydi, immunitetni pasaytirish. O'sha yomon tomoni shu. Mana biz aytamiz, allergiyada boshqacha reaksiya bo'ldi, buni pasaytirish kerak deb. Boshqacha qilib aytganda pasaytirish. To есть bu yerda to'liq ko'rsatmasi, hamma narsasini hisobga olib berish kerak. Uy sharoitida men olaymikin, olmaymikin, qilib qo'ygin, unaqa narsa emas bu. Buni shifokor ko'rib, to'liq baholaydi. Ziyonini ham baholaydi, foydasini ham baholaydi. Foydasi ziyonidan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, qiladi. Ziyoni foydasidan kamroq bo'ladigan bo'lsa, qilmaydi. Buni baholash kerak, qilish kerak. Bu sizdan, mendan so'rab emas. Mana shunaqa holatlar bo'ladi, menga qilmang, unga qilmang bemorlarni. Men shunaqa qilaman. Men bir paytlar juda bir achchiq darsini olganman-da shu narsani. Kimdirga quloq solib, nimadir qilmaslik. Yoki bemorning rayiga borish. Oxiri yaxshi tugamagan bu narsalar. Demak, shifokor nima desa shuni qilishimiz kerak. Shuni qilish kerak. Shifokor ham iloji bo'lsa, ana qilish kerak emas. Menda bir hayotdan bir juda achchiq bir o'tgan tajriba bor, qaysi ma'nodaki, mana o'sha koronavirus infeksiyasi bo'lib qoldi. Rosa kasallik ko'p, davolayapman. Men xursandman. Meni bemorlarim 99% shifo topyapti. Masalan, bir o'lim holatlari kam bo'lgan bemorlarning ichida, endi balkim bo'lgandir ham, men bilmayman. Bo'lganlar, biladiganlarim ham bor. Hammasi zo'r. O'zim uydagilarimga kelib qoldi navbat. Taqdir taqozosi bilan endi shuncha odamni davoladi, samoveriniz bor. Lekin bitta narsani hisobga olmaganman-da, meni ota-onam shifokor. Aytganimni bular qilishadi, bular uchun men qanchalik shifokor bir avtoritetman degan bir tushuncha bo'lmaganman u payt. Sizga yoki boshqa odamga aytsam, meni tavsiyamni so'zsiz bajarishi mumkin, lekin ota-onaga kelganda endi farzand ko'zda o'sgan, bular necha yillik doktor. O'sha payt masalan kim haq, kim nohaqligini ham bilib bo'lmaydi.
bir hafta mana bu dori effektiv deb o'z ma'lumot beryapti. 3 haftadan keyin aytyaptiki, buni samarasi yo'q. Bu kerak emas dori ekan deb beryapti masalan. Men haqmanmi, u haqmi, kim haq noma'lum o'tdi. To'g'ri, o'sha paytda hammamiz podopitniy krolikka aylanib Xuddi qoldik-da. shunga o'xshash holatda. Endi o'sha paytda o'zimni otam masalan aytganimni masalan qilmaganlar to'liq. Haligacha meni armonim bor. Qaysi ma'nodaki, shifoxonaga yotqizganimda men emas boshqa odam davolaganda balki aytganimni qilarmidilar. Endi avvalambor Xudoning ishi, men keyinchalik bu narsani tan oldim, bo'ynimga oldim, tushunib yetdim. Lekin ma'lum bir vaqt kerak bo'ldi-da. Endi ichimdagi shu kurash tugagani yo'q, men ichimni yedim shu narsa bilan. O'zim uchun xulosa qildim, hech qachon bemorlar rayiga borish kerak emas. Qilish kerakmi? Qilish kerak, so'rash kerak emas. Nimaga? Ertaning agar o'shani holati yomonlashsa, battarlashsa, bir og'ir ahvolga tushib qolsa, baribir aybdor bo'lasiz. Aytadi, "Nima menga quloq solaysan? Men doktor emasman, gapingni o'tkazishing kerak" deydi. Bunaqa holatlar ham bo'lgan. Bo'lgan shunaqa Lekin narsa. otangiz rahmati juda ham yaxshi shifokor bo'lganlar, o'zim ham taniganman. Lekin o'zlariga yarasha xarakterlari, qaysarliklari bor edi. Demak, o'sha paytda o'zim davolayman deb o'ylaganlar-da. Sizga yoki boshqa shifokorga muhtoj bo'lmaganlar, o'zim Endi shunaqa, davolayman. mana hozir aytayotgandagi holatlar, nima mana dorini olmadingsa, uni mana bunaqa nojo'ya ta'siri bor. Nima buni olmadingsa, bu bunga ta'sir qiladi, u bunga ta'sir qiladi masalanda. Eng asosiysi bizga asorat emas, boshqasi ham emas, foydasi bemorning hayotini saqlab qolish. Kerakli paytda kerakli yordamni ko'rsatish. Agar shu narsani qilmasa agar u nima ma'nosi bor uni? Joyi keladi, masalan, dori foyda beradi, joyi keladi, haligi hech nima foyda bermaydigan darajaga yetib qoladi, bilmaysiz. Nima qilishni, keyin hali bir qushlarni to'dasiga zambarak bilan ochishdek gap bo'ladi yog'i. Hozir qarang, allergiyadan sekin astalik bilan Covidga o'tdik, chunki hozir kadr ortida suhbatlashganimizda ham aytdingizki, yana bor, yana chiqyapti. Shu oxirgi hafta davomida juda ham ko'p bemorlar aynan shu diagnoz bilan kelyapti dedingiz. Nima bo'lyapti Endi haligi O'zbekistonda yana? Endi faqat O'zbekiston, butun dunyoda mana hozir ommaviy axborot vositalari aytyapti. Covidning yangi turi, yangi generatsiyasi, to есть mutatsiyasi boshqacha qilib aytganda, bu tugamaydigan jarayon bu. Masalan, gripp necha yildan beri bor? 70-80 yildan beri bor gripp. Balki undan ham oldindan beri bor. Har yil yangi mutatsiyasi chiqib turadi. Mana bizda telefonda 3 oyda, 4 oyda, yarim yilda bir обновление kelaveradi-yu. Hozirgi chiqqan Covidni qanaqadir boshqacha tomonlari bormi? Chunki birinchi o'sha kirib kelganda bizga balki undan ham oldin bo'lgandir, balki biz ahamiyat bermaganmiz. Mana shu bo'lgan juda katta bir pandemiya Endi bizga boshqacha ta'sir qildi. Hozir nima bilan? koronavirus infeksiyasi ilgaridan bo'lgan. Bo'lgan. Bu koronavirusning bitta generatsiyasi o'sha COVID-19 edi. Shu COVID-19 hozir yangi mutatsiyasi mana yildan-yilga kelyapti. Masalan, o'ziga xos kuchli intoksikatsiya bilan davom etadigan. Lekin hozirgi tendensiya masalan birinchi koronavirusning generatsiyasi shu birinchi to'lqinida juda ko'pchilik og'ir kasallangan-ku. To есть o'tda o'pkani jarohatlanish koeffitsiyenti juda katta bo'lgan. 90% odamlarda asorat bilan o'tgan, qolganida yengilroq o'tgan, qanaqadir. Lekin hozir shuni teskarisi. O'pkaga ta'siri yo'q. O'pkaga ta'siri bo'lib turgan odamlar ham bor. Aha. Masalan, oxirgi mana 2-3 hafta ichida juda ham ko'p bemorlar pnevmoniya bilan murojaat qilishdi. Bularning ichida yosh kattasi ham bor, yoshi ham bor, o'rta yoshi ham bor, sog'lom odamlar ham bor, kasalmand odamlar ham bor. Lekin o'tib oddiy shamollashga o'xshab yengilgina tomoq og'rib, tumov bo'lib. Bo'lmasam nega Zang ketayotgani ham bor. Zangiotada odam ko'p? Endi o'tda asorat bo'lgan odam boradi-da. Chunki men tanishlarim ichida ham u yerda yotib chiqqanlar, aksariyat yoshlar yotganlarini bilyapman. Har qanaqa virusli infeksiya massiviy kasalligi bu. Masalan, bir bo'ldimi, aytaylik 100 mingta, 200 mingta, 100 ming, 200 mingtaning ichida masalan 1000 ta, 2000 ta, 1%, 2% og'ir asoratlanish holati bo'ladi. Endi og'ir asoratlanish holati bo'lgandan keyin borib murojaat qiladi, yotadi bular.
O'sha paytga qaytmoqchiman, chunki pandemiya vaqtida Farhod aka siz juda ham ko'pgina insonlarni hayotini saqlab qoldingiz, ko'p insonlarga yordam berdingiz. Bu bir katta narsani maqtagandek gapirmayapman, chunki o'zim ham sizga murojaat qilganman, oila a'zolari murojaat qilgan, ko'pgina san'atkorlar murojaat qilgan. Bilaman, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Rayhon, uni turmush o'rtog'i Farhod Alimov, pandemiya emasmi? Chunki intervyudan oldin, ya'ni podkastdan oldin Farhod akaga telefon qilsam, Alimovga Nigora, bunaqa vrach boshqa yo'q, bunaqa vrach boshqa yo'q. Men qanaqa savol bersam ham javob topaman. O'sha vaqtda ham yordam berganlar, hozir ham har qanaqa sharoitda menga yordam beradilar, deyaptilar. Nima bo'lgan aslida? Chunki men yaxshi bilaman, san'atkorlar biz qo'rqib yashaymiz. Boshqalarga nisbatan qo'rqib yashaymiz. Voy, ovozim yo'qolib qoladi. Voy, eshitmay qolaman. Voy, nafas ololmay qolaman deb qo'rqib yashaymiz. Qanaqa qilib buni olib chiqib ketgansiz bu holatdan? Bitta bo'ladi emas, juda ko'pchilikda. Bizada o'sha vahima degan bir komponent bor edi, juda rivojlanib ketdi o'sha paytda. Endi o'lim xavfi, yana e'tibor bering, boymi, kambag'almi, qaysi hali qatlamdagi odam bo'lishidan qat'iy nazar hamma bilib qoldiki, sog'liq bir muhim narsa ekanda. O'lim xavfi bor. Hech nima qila olmasligimiz mumkin. Mana vahima. Birinchi e'tibor qilinilgan narsa bu yerda lecheniya bo'lgan. Endi bu hozir mana aytayotganimiz, mana Farhod akam yo bular boshqa, bular уже bir ikkinchi, uchinchi to'lqinda, menimcha ikkinchi to'lqindami shu kasal bo'lishgan. Ancha bizning tilini tushunib qoldik kasalni. Qaysi analizlarni qilish kerak, qaysi ko'rsatkichlarga bu kasallik kuchli ta'sir qilyapti, o'sha точечный воздействие qilib turib qilganmiz. Eng asosiysi vahimani olib tashlash. Qanaqa olib tashlash? Masalan, mendan olib tashlash qiyin, Rayhondan menimcha 2 barobar olib tashlash qiyin. Kimdir keldi, aytishdiki, mana menda aytaylik, o'sha bemorda o'sha paytda bir sitokinovich torm degan narsa bordi, o'zini immuniteti o'zini o'pkasini ataka qiladi. Kuchli isitmalar bilan o'sha aynan поражениyalar shuni hisobiga paydo bo'lib ketgan bo'lsa, masalan, shunaqa holatda masalan murojaat qilingan bo'lsa, men aytmaganman uni. Farhod akam haligacha aytadi, menga yetmagansiz deydilar. Yetmaganmi? Nimaga? Chunki aytsam, joyi o'zida ketib qolardi. o'sha joyi o'zida kecha kunduz mana shunaqa narsa ekan deydi. Bu yana ham immunitetni tushishiga sabab bo'ladi, kuchli stress. Battar bo'ladi. Qaysi bir holatda aytish kerak emas bemor holatini, og'irligini, boshqani va eng asosiysi bemorga umid bag'ishlash kerak. Bu bir qanaqadir bir Xudodan keladigan narsa-da. Endi men hech esimdan chiqmaydi, bir 2-3 shunaqa misol bor. Bir tanishimiz kasal bo'lgan, menga kelganda qarasam saturatsiyalari tushib ketgan, juda katta jarayon o'pkada. Qo'ng'iroqlashdik, boshqa qildik, Zangiyataga bordi, bularni birdaniga reanimatsiya bo'limiga olishyapti-da. Endi xabarlashib turibmiz shifokor bilan ham, bu tanishimizni qarindoshlar bilan dinamika juda yomon tarafga qarab ketyapti. O'pkadagi jarohati oshib boryapti, saturatsiya tushib boryapti. CPAP apparatda kuchli bosimda kislorod berishyapti-da, saturatsiya 50. Endi poliargan yetishmovchilik vujudga kelib, bemor nobud bo'lishiga qarab ketyapti. Hamma narsa qilishdi. Uni qildi, buni qildi, hammasi qilinyapti, lekin hech qanaqa bir dinamika yo'q, nol. O'zgarmayapti. O'zgarish yo'q. Ayol kishi tana vazni katta, go'dasi. Endi haligi yigit aytayaptiki, o'zingiz borib ko'rib bering deyapti. Men borib ko'rganim bilan bir qo'shimcha qiladigan joyi yo'q edi. Chunki men uni lecheniyasini ko'rib turibman, hammasi qilinyapti standart bo'yicha. Keyin bir do'stimiz bor, Nodir degan pulmonolog o'zi sotib oldi, hozir Go'rzdravda ishlaydi. Yaxshi praktik, yaxshi yigit. Men aytdimki, Nodir, birga boraylik dedim. Endi bu mas'uliyatli nuqtada, endi nima qilishni bilmaymiz. Odamning hayoti bu ertaning o'sha tanishi yuziga qanaqa qarayman men, oning. Shuning uchun bir straxovka deydimi, boshqacha anaqa bitta kalla. Bordik, ko'rdik, endi bir yengillik yo'q. U qildik, bu qildik, nima qilamiz endi? Hali bemorni oldiga keldim. U yotibdi prom pozitsiyada, qornida. Urib qo'ydim. Falonchi yapman-da. Вам теперь будет лучше dedim. Holatingiz yaxshi bo'ladi. Biz hozir lecheniyangizni tubdan o'zgartirdik dedim-da, chiqib ketdim.
Hech nima qo'shganimiz yo'q. Bu ertalab bo'layotgan gap. Kechki payt doktor telefon qilyapti. Endi men bir ko'nglimdan, ichimdan biz jizilladi demaydim, ha vafot etibdimi dedim. Holat haqiqatda kritik. Patsientingiz saturatsiyasi oshdi dedi. Voy, tanam uzilib ketdi aytgan gapingizdan. Qanchalik bog'lig'i psixologическое состояние. O'zim hayronman. Men boshqa narsa kutdim, lekin qilganimizni nima qildik endi? Kishilashi borib, yelkasiga hamma zo'r bo'ladi deb keldik-da endi. Demak, psixologiya. Shuning uchun men masalan qaysi san'atkor bo'lsin, boshqa bo'lsin, bu individual yondashish kerak. Sizda mana bunaqa holat, mana buni qiling, buni qiling. Kimnidir qo'rqitish kerak. Kimgadir qo'rqitasiz, kimgadir shuni deyish kerak emas, o'zi shundoq ham u befarq, qo'rqmaydi. Kimnidir maqtab qo'yish kerak. Zo'rsiz. Xuddi shundoq. Rag'batlantirib qo'yish kerak, aytish kerak. Mana bunaqa, bunisi bunaqa. Lekin hozir to'g'risini aytsam, bu holatda eslagim ham kelmaydi, chunki o'zim ham yaxshi ahvolda bo'lmaganman o'sha paytda. Xalqimiz juda ham qiynalgan va bu intervyuni tomosha qilganingizdan keyin sizda bo'lib o'tgan holatlarni, shifokorlar qanday yondashuv tutganini ham bilmoqchi edik azizlar. Agar mumkin bo'lsa, albatta kommentariyda qoldirasiz degan umiddamiz. Xuddi bir haqiqatda haligi qo'rqinchli kinolarda ko'riladigan lavhadek bo'lganda. Dahshat bo'lgan. Hamma joy yopiq. Hamma kasal. Ertaga kech men xuddi bir jangda xizmat. Men o'zim uchun shunaqa qabul qilganman, aytdim bu jangga o'xshash holat. Chunki o'zingizga nima bo'ladi? Endi ko'zimga hech nima ko'rinmagan, men odamlarga maksimal yordam berishim kerak. Hatto menimcha maska ham taqmagansiz. Imkoniyati bormi, yo'qmi, menga nimami, lekin ming xil odam telefon qiladi. Endi bu ham bir doktorlar uchun katta juda psixologik og'ir narsa bo'lgan. Tasavvur qiling. Yarim kechasi telefon qilib, "Mani xo'jayinim nobud bo'lyapti, yordam qiling, sizni qo'lingizdan kelar ekan, men eshitdim. Falonchini anaqasidan kelar ekan, eshitdim." Endi umidda odam umid izlab qoladi unaqa paytda. Umid izlaydi. Ko'ziga hech nima ko'rmaydi. Balkim masalan kimdir boshqa odam bo'lsa, har kim ham shunaqa narsa qiladi. Hali o'lim talvasasida bir xas bo'ladimi, cho'p bo'ladimi, hamma narsaga ilinishga harakat qiladi odam. Bu og'ir kunlar bo'lgan, haqiqatda bir kuchli psixologik travma bo'lgan shu paytda. Mana shu pandemiyadan keyin 360 gradusga o'zim ham shaxs sifatida, odam sifatida dunyo qarashi, hamma narsa o'zgarib ketdi. Chunki endi o'zingizni oilangizda ham bu voqea katta ta'sirini o'tkazganda bu kasallik. Shuning uchun ham balki o'sha o'zgarishlar ro'y bergandir, lekin men sizni yaxshi bilganim uchun aytaman, har qanday holatda siz bemorning cho'ntagiga qaramagan holda ham yordam berasiz. Shu jihatdan sizni haqiqiy shifokor sifatida bilaman, chunki hayotda shunday vaziyatlar bo'ladiki, pul oxirgi o'ringa tushib qoladi-da, odamning sog'lig'i, odamning kayfiyati birinchi o'ringa chiqadi. Bu juda ham muhim shifokor uchun. Agar shifokor hamma narsani faqat pul bilan belgilasa, ichida qanaqadir shifokor nobud bo'lgan, o'lgan deb hisoblayman. Endi pulmonolog nafaqat COVID-ku, pulmonologiya bu juda ham katta bir soha va ba'zi hollarda biz aynan pulmonologga borishimiz kerakligini ham bilmay qolamiz. Masalan, odam yo'taladi. Shamollaydi, keyin yo'tal qolib ketadi. Men taniydigan insonlarning ichida ham hatto o'sha yarim yillab yo'talib yuradigan odamlar bor. Yo'taveradi, bor, pulmonologga bor, eshitib ko'rsin, diagnoz qo'ysin, dori ichgin, antibiotik kerakmi, boshqa vosita kerakmi, ol, yo'talma, asabimga tegyapsan. Ba'zi studentlarimga aytaman, asabimga tegyapsan, yo'talmagin deyman. Yo'q, endi o'tib ketmaydi. Mana shu qaysi yo'tal bo'lganda odam pulmonologga borish kerak. Keling shundan boshlaylik. Mana o'zida qanaqadir belgilar his qilganda. Endi bundoq qarasa agar hozirgi kunda kundalik bizaga bo'ladigan murojaatlarda 70% bu yo'tal. Menga shaxsan bo'ladigan kundalik murojaatlarning 70% sababsiz yo'tal. Yo'talda juda ham ko'p sabab bor. Bir paytlicha esimdan chiqmaydi. Klinik ordinaturaga pulmonologiya yo'nalishiga kirganman. Hozirgi pulmonologiya ftiatriya ixtisoslashtirilgan tibbiyot markaziga. Mana o'sha yerda Liverka Irina Vladimirovna degan bir professor, mani ustozim borlar. Juda hurmat qilaman shu insonni. Shu mani umuman nafaqat pulmonolog shaxs sifatida rivojlanishimga ham juda katta hissa qo'shgan ustozim.
Grinlajning ordinatorlik paytimda bitta kitoblari bo'lardi kabinetlarida. Kashel degan yo'talli 5000 xil sababi. 5000. Ha. Juda ham ko'p sabab borda endi uni. Shuning uchun yo'taldi degani har doim bu allergiya bo'lmaydi. Yo'taldi degani bu har doim bronxit ham bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Mana pandemiya paytidan keyingi qolgan bitta plyus bor bizada. Qanaqa plyus? Odamlar sog'lig'iga e'tiborliroq bo'lib qoldi. Bu plyus. Minus bor. Qanaqa minus? Odamlar dangasa bo'lib qoldi. Uyda o'tirib onlayn maslahat avjiga chiqib ketdi. Klinikaga borish yo'q, navbat poylash yo'q, shifokorga kirish yo'q. Men Telegramda yozaman. Farhod aka, yo'talyapman, isitmam 37.8. Bir nima qilyapti, nima qilish kerak? Yo'tal bo'yicha endi o'sha bizada gipodiagnostika ham bor, giperdiagnostika ham bor. Ko'pchilik allergiya deydi. Allergiya bo'lib kelsa u bronxit bo'lib chiqadi, pnevmoniya bo'lib chiqadi yoki nabarot. Bronxit deb keladi, u allergiya bo'lib chiqadi. O'tgan yil bir o'rtada shunaqa vspышка bo'ldi, kattalarda ham ko'kital paydo bo'lib qoldi. Hammamiz emlanganmiz, endi hech kim bilmaydi bu narsa nimaligini. Bemor keladi, yo'taladi, hech nima foyda bermaydi. Mana shu arsenalimizda nima dori bo'lsa hammasini qilib ko'rdik. Yo'tal boshqacha bo'ladimi? Xuruchsimon yo'taladi, o'g'jiydi, qizaradi, hayot yo'q, hamma joyi orib ketadi, bir qiynalish. Ko'kitalga o'xshaydi. Bir kabinetda eski kitob bor ekan, yuqumli kasalliklar kitobi olib varoladim. Ko'kital kattalarda xator yozib qo'ygan endi. Eski kitobda endi bekorga ham tibbiyotda bir yangi adabiyot, yangi statsionar o'qib turish anaqa emas, yengillanadi deb bu. Kattalarda ko'kital bo'lishi mumkin, lekin yengil shamollashda o'tib ketadi degan bir ikki jumla anaqasi bor. Ko'kital emasmikin? Keyin analizlarini olib kelishni boshlashdi bitta laboratoriyalarda, uni tekshirish boshladik, chiqib keldi keyin. Sabab nimaga bunaqa bo'ldi? Sababini qidirishni boshladim va bir o'sha Yevropa, Amerika mamlakatlarida, rivojlangan mamlakatlarda shunaqa tekshirib o'tgan ekanki, qaysi bir mamlakatda ko'kital masalan, umuman aytyaptiki, pandemiya davridan keyin, Coviddan keyin deyapti, oddiy infeksiyalar butun hamma yoqda, butun dunyoda ko'payib ketibdi. Suvchechak, qizamu, qizilcha, ko'kital. Demak, o'sha Covid-19 buni uyg'otgan. Immunni ketgani, boshqacha qilib ketganda, bizda immun xotira bor-ku, o'sha xotirani o'chirgan boshqacha qilib ketganda. Это как в kompyuterе? Наподобие. Ana o'sha narsadan keyin ketma-ket hamma shunaqa narsaga, masalan, odam suv chechishi bilan umrida bir marta kasal bo'ladi desa, qayta bo'lgan holatlar bor hozir masalan. Boshqa holatlar. Va shu yerda yozib qo'yibdi, butun dunyoda deydi, ko'kital avjiga chiqqan va mana shu ko'kitalli kattalarning orasida ham klassik bolalarga o'xshaydigan reprizlar bilan, yo'tal xurujlari bilan uchraydigan formasi bor deb yozib qo'yibdi. Bu yuqumlimi? Ko'k yo'tal? Yuqumli, havo tomchi yo'l bilan yuqadigan kasallik. Demak, ko'k yo'tal bilan kasallangan yosh katta inson meni yonimda yo'talsa, menga ham yuqadi. Lekin yuqqan odamda 10-20% da klinik belgisi bo'ladi. Bo'lmasligi ham mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin, yengil shamollashingiz mumkin yoki bir 4 ta yo'talib o'tib ketishingiz mumkin, lekin xurujsimon yo'talishingiz mumkin. Xo'p, mana siz oldingizga keldi, ko'k yo'talligini bildingiz. Davolash choralari o'tkaziladi, juda ham tez. Davolash choralarini o'tkazamiz, keyin tavsiyalar beramiz. Shunga qarab turib bemor shu yo'taldan qutuladi. O'zi odam mana allergiyadan yo'taladi dedingiz, shamollashdan keyingi asorat, bronxit, eng ko'p yana uchraydigan oxirgi paytda ko'p uchraydigani yosh katta kontingent orasida yo'tal, dorini hisobiga yo'talish. Qon bosimini tushiradigan APF ingibitorlari degan bir guruh bor. Mana bichaman. Mana o'sha guruhni a'zolarini hammasini bir o'ziga xos xususiyati oxirgi tugashi pril qo'shimchasi bilan tugaydi. Masalan, enalapril, liznapril, perindapril, ramipril. Mana shu pril bilan tugaydigan dorilarni eng ko'p uchraydigan nojo'ya ta'siri tomog'i deb yo'talish. Bu allergiya emas, nojo'ya ta'sir. Yo'talib, yillab yo'talib keladi. Xudo xolasa yaxshi bo'lasiz deysiz. Dorini almashtirasiz, davleniya dorini, ikkitagina dori berasiz, 5 kundan keyin sizdan zo'r doktor yo'q. O'zi sizdan zo'r doktor yo'q. Yo'q endi bundoq qarasa, lekin va qanaqa qilib tushunamiz? Sekin anamnezi yotig'i bilan har doim bemor bittada yetmaydi. Masalan, ovqat allergiya bilan keladi, boshqa bilan keladi. Nima yegansiz? Hech nima yemadim, dietada o'tiribman.
faqat non bilan suv ichyapman, hech nima yemaganman. Aha. Aylantirib, haligi psixologический suhbat davomida sekin-sekin haligi наводящий вопросlar berasiz. U bemor masalan kechagina bitta shunaqa holat bo'ldi. Menga yozyapti qizlari, onamda toshdi, hech qaytayotgani yo'q. Men yozyapman. Ertaga xudo xolisa eshitdim. Ungacha nima qilaylik? Dieta qilyapsizlarmi? Ha, strogiy dieta, guruch bilan suvdan boshqa hech nima ichayotganlari yo'q. Ertasi kuni onasi kelyapti, bizni dietada bizni aylantirib so'rasam agar faqat tovuq yebdilar. Voy. Keyin 4 ta bir qulupni ham yebdilar, yana nimadir ham yebdilar. Bu oxiri ketyapti, Dieta. tugasi yo'q, dieta yo'q. Men aytdim, dietani harfi ham yo'q edim bu yerda. Shunaqa xulosa. Keyin so'rasangiz, yana bitta hozir zamonaviy shunaqa javobi. Parhez saqlayapsizmi? Qisman. Aha. Bizda qisman parhez degan narsa yo'q, yo saqlanadi, yo saqlanmaydi. Qisman biz hali mashinada yo'lda yuribmiz, yo'l qoidasini buzyapsizmi, qisman buzyapman. Qisman buzsangiz ham jarima to'laysiz endi nima? Shuning uchun dietam to'liq qilish kerak. Endi agar mana shu yo'tal masalasiga keladigan bo'lsak, ba'zilarda allergik yo'tal bo'ladi-deb bularga aytamiz, biz dietani to'liq qiling. Yoki mana hozir aytganimizdek doriga bo'ldimi, dorini almashtiring. Shamollash bo'ldimi, shamollash komponentini olib tashladik. Ba'zilarda uy jihozlariga yoki uy jonivorlariga bo'ldimi, uni so'radik, aniqladik. Buni hammasiga birinchidan onlayn konsultatsiya ko'rish kerak bemorni, eshish kerak o'pkasini. Qani shovqin bormi, yo'qmi? Tomodan chiqdimi, qayerdan keldimi, nima qildi, nima qo'ydi, shunda samarali bo'ladi. Hozir sizni gaplaringizni eshitib turib, ikkita narsa yodimga tushyapti-da. Biri hozir ko'chadagi chang, ужасный Toshkent havosi. Nafaqat Toshkentda, boshqa viloyatlarda ham menimcha xuddi shunday. Va ikkinchisi biz sevuvchi uy jonzotlari. Hozir mushigamaniya boshlangan, chunki har qanday oilasida ruxsat berilgan insonning uyida mushigi bor. Domda yashaydimi, hovlida yashaydimi, bolalarni tinchlantiradi, kattalarga mehr bag'ishlaydi deymiz va o'sha Toshkentning chang havosi. Har ikkalasi bizga qanday ta'sir qilyapti? Chunki chang ta'sirini men o'zimda ham sezyapman. Endi yaqinda bir o'zim qiziqib o'tirib, endi menda ma'lumot bor, qani shu tasdig'ini topadim deb bir chat GTP degan sun'iy intellekt bor bizda. Men hali kirib ko'rmadim shu chatga. Shu chatga savol berdim. Endi nimaga bronxitlar ko'p degan. O'sha yerda u sabablarni sanab o'tdi, endi men biladigan sabab. Birinchi o'rinda bu sabablarning ichida havo sifatini nazarda tutadi. Masalan, ota-onalarning toza havo tanga davo degan gap bo'lgan ilgaridan. Bekorga bo'lmagan u. Toza havoni o'zi dezintoksikatsiya qiladi organizmni. Ruhiyatni davolaydi har taraflama. Havo sifati yaxshi bo'lmagandan keyin biz tez-tez kasal bo'lamiz. Mana hozir hamma bong'ur yotibdi, kimdadir mashinasida bor, o'sha datchik, kimdadir uyida bor. Havo sifatini biza P.M2,5 degan bir ko'rsatkich bor. Melkodispersniy chang bu. Juda mayda zarradagi chang bu. Bronxu, bronxiolalar qongacha o'tib ketadigan narsadir. Shuni konsentratsiyasi bizda dunyoda bir katta o'rinda turibdi. Havo sifati yomon degan. Mana shu P.M2,5 to'g'ridan to'g'ri surunkali bronxitlarni qo'zdiradi yoki o'tkir bronxit chaqirish uchun asosiy omil. Nima uchun tez-tez shamollayapman degan savolning javobi shu. Chang. Chang. Ikkinchisi, bizda PM2,5 bu demaydi. Chistitsa bo'lsa PM10 degani bor, bu kattaroq chistitsa. U yuqori nafas yo'li yallig'lanishiga sababchi bo'lar ekan. Faringit, laringit, trachit, rinit, sinusitlarga. Ужас. Shuning uchun bular ham ko'p, mana hozir qayerda mana lor ko'p hozir bizda. Tez yordam ko'rsatilgan lor klinikalari ko'p, juda qulay narsa bu ham. Qaysi biriga kirmasingizga navbat. To'g'ri. Nimaga? Yuqori nafas yo'li kasalligi bizda ko'payib ketdi. Kimdir aytadi bu Covidga bog'liq deydi, kimdir. Lekin birinchi o'rinda havo sifati bu yerda. Keyingi o'rinlarda bitavaya ximiya deymiz, mana jonivorlar, boshqa narsa. Endi buni ham bir jonivorni taqdirini ko'pchilik keladi-yu, masalan, bolasini olib keladi. Eting shu-mushudan deydi masalan. Mushuni yo'q qilaylik, eting lekin bola bechara 3 yildan beri kasal. Mushu paydo bo'lganiga 3 oy bo'lgan. Demak, changchalik unaqa ta'sir o'tkazmas ekan. Endi bilib individualda bu. Bu yerda maxsus sinamalari bor. Bitta o'sha sinamani qiladi.
Keyin o'sha hakam sifatida siz aytishingiz mumkin. Hozir mani gapim bilan shuni taqdir hal bo'lyapti u yerda. Yo ketadi, yo qoladi u. Bolani psixikasi yo buziladi, yo yaxshi bo'ladi masalan. Shuning uchun bu yerda isbotlab ko'rsatib keyin aytgan ma'qulroq. Bir taxmin qilib kimdir bor shunaqa edi. Ha bu mushudan. Ha mushuni yo'q qildik, baribir yo'talyapti bola. Demak mushudan emas ekan. Bilish kerak-da oldin. Demak, oldin tekshirib, keyin diagnoz qo'yish kerak. Lekin har qanaqasiga havo sifatiga e'tibor qilish kerak. Endi havoni sifati buzilishi endi butun dunyodagi muammo bu. Yo'q, men boshqa narsa haqida o'ylayapman-da, chunki yaqinda endi qurilish ko'p-ku hozir Toshkentda. Oynamni ochdim, mana yomg'ir yog'ishidan oldin bo'lgan. Oynamni ochib ketyapman-da mashinada mahallamdagi qurilishdan oddiy chang emasda, beton aralash chang kelyapti-da. O'tdim-da, bunday yopildi hamma yoq haligi changlar. Men o'yladimki, hozir shu yerda deylik 5 daqiqa tursam, ana shu chang o'pkamga kiradi va oddiy masalan o'sha yerdan loydan ko'tarilgan changdan ko'ra u beton meni o'pkamga yopishadi-ku degan xayol bilan ketdim-da o'sha yerdan. U beton o'pkadan ketishi uchun keyin oho, men qancha yo'talishim kerak, qancha keyin u meni organizmga zarar qiladi deb borgunimcha o'ylab ketdim. Demak, to'g'ri o'ylabmanmi? To'g'ri o'ylaganman. Havo sifati yomon deydi. Chang bo'ldi, to'zon bo'ldi, yomg'ir yog'di sharillatib. Zo'r bo'ldi. Ha. Lekin hammani mashinasining ustida menimcha qavat loy bo'ldi. Uni ko'rdik. Loy qayerdan keldi? O'sha havodan-da biz nafas olib yurgan. Demak, o'pkada ham taxminan shunaqa qurum bosadi. Shuning uchun ham ertalab tabiiy yo'talish bo'ladi ko'pchilikda. Sanatsiya bo'ladi, o'pka tozalanadi. Mana nafas mashqi, gimnastika deydi, o'sha narsalar shuni ajralishiga, chiqishiga ta'sir qiladi. Bizda o'pkani shilliq qavatida maxsus bir narsalar borki, shu yot narsa tushdimi chiqaradi yoki bir chang kirdimi tozalaydi, o'zi tabiiy tozalanib turadi. Mana shu yomon sifatli havo ta'sir qilib yorsa, o'sha narsalarning yaxlitligini buzadi. Keyinchalik o'sha joyga mikrob ta'sir qiladi-da, odam tez-tez shamollaydigan bo'lib qoladi keyin. Mana savol, nimaga tez-tez shamolyapmiz? Demak, oldin men kasal bo'lmasdim, hozir 1 yilda 5 marta bo'lyapman. Mani shunaqa davolang, garantiyasi bo'lsin. Yo, men garantiya bera olmayman. Bu ko'p narsaga, bitta menga bog'liq emas bu. Shuning uchun bu yerda bir chuqurroq yondosh kerak. Agar rash shunaqa bo'ladigan bo'lsa, biz albatta men aytaman, oxirgi paytda очиститель воздуха degan narsa bor, shunaqa tursin xonada. Shu haqda ham so'ramoqchi edim. Mana очиститель sotib olaman, sotib olmayman deb yurdim. Chunki agar yaxshisini xarid qiladigan bo'lsam, deyarli $1000 ga yaqin ekan. Yaxshisi, endi o'sha 4 tali filtrli, ichida ko'mirli filtri bor. Keyin o'ylab qoldim, yordam berarmikan bu? Chunki kvadraturasi ham kichkina yozilgan. Mana siz mutaxassis sifatida ayting, yordam beradimi? Endi kvadraturaga to'g'ri kelish kerak birinchidan. Ikkinchidan nima maqsadda biz olamiz uni? Ko'pchiliklar kichkinagina qo'yib qo'yadi, men qo'ydim, foyda qilman deydi. Mana o'sha edi u ish, men o'sha. Demak, o'sha yaxshi filtrligini olish kerak. Albatta, xonani kvadraturasini hisobga olinadi, filtr. Bizda filtrlar hozir zamonaviy havo tozalagichlarning filtri allergenni ham ushlaydi. Allergen degani bu 15-20 mikronli zarra. Juda ham mayda. Demak, biz haliga yetgan PM2,5 ham ushlaydi u filtr. Shunaqa filtrli olish kerak. Xonani kvadratiga to'g'ri keladiganini olish kerak. Bu bir. Ikkinchidan, bizda mana bir paytlar bir kvarts lampa degan narsa bo'ladi, bilasizmi? Tibbiyot hozirgacha bor bu tibbiyot. Menimcha bizda uyda ham bor. Tibbiyot xonalarida ma'lum bir vaqtdan keyin uni yoqib zararsizlantiriladi. Keyin xona ochib, xonani shamollattiriladi, boshqa. Ultrafiolet lampalari bor. Uni yoqib o'tirsangiz ham bo'ladi yonida. Hidi ham yo'q, ishlamasi ham yo'q. Masalan, men kabinetimga shaxsan qo'yib qo'yganman shunaqa narsa. Havoni tortib, uni tozalab turaveradi. Demak, hali tez-tez kasal bo'ladigan o'sha boshqa o'sha rejim. Menga uni hech kim majburlagani yo'q, men o'zim oldim. Menga shifokor o'sha o'zimni ham sog'lig'im muhim, bemorlarimning ham sog'lig'i muhim. Demak, maslahat berasiz shifokor sifatida va yana bitta global muammo bor, bu chekish. Shu haqda ham gapirib o'tsangiz, chunki yoshligimizdagi o'sha oddiy sigaretni, masalan, meni otam rahmatli chekardilar, men bilardim. Oddiy bir sigaret bor. Hozir uni turlari mingta. Qay biri zararli, qay biri zararsiz, qay birini chekkan ma'qul degan savollar bor. Lekin men uchun masalan hammasi bir xil, chunki o'zim chekmayman va hech birining hidi ham yoqmaydi. O'zi aslida hozir vaziyat qanday, o'pkaga bo'layotgan ta'siri, aynan yangi chiqqanlari haqida so'ramoqchiman. Endi bizda hozir shu yaqin orada qaror qabul qilindi.
O'sha elektron sigaretlar, A, veyplarni bo'ldi, qarorimiz bor. veyplarni taqiqlash to'g'risida. Mhm. Men hali yaxshi qabul qildim bu narsani. Siz zasiz. Zaman nimaga? Masalan, bizda traditsion chekuvchilar bor, sigaret chekishadi. Keyinchalik bular bir IQOS degan bir narsa bor edi, unga o'tib ketishdi. Aha. Bu IQOS so'zining ma'nosi I quit ordinary smoking. To'g'risi men tabiiy chekishdan chiqmoqchiman degan ma'noni bildiradi. Bular aytadiki, tabiiy chekishda ziyoni bor, to'g'ri, u tutun chiqadi, bir 700 xil smala bor uning tarkibida. O'sha narsa yo'q, biza qizdirib faqat tabakda nikotin bilan tabakka anaqasini beryapmiz. Bizada vape bor. Vape bu umuman boshqa mexanizm. Buning ichida glitserin, formaldegidlari bor, aromatizatori bor, sagrevaющий element. Shu glitserinni qizdirib par holatiga keltiradi, uni tortadi. Xuddi hali kalyan chekkandek bo'ladi, shuni effektini U beradi. og'ir bo'lib kirmaydimi o'pkaga? U juda og'ir bo'lib kiradi. Uning ichida og'ir metallar bor, uning ichida formaldegidi bor. O'pkani kuydiradi qo'pol qilib aytganda. Keyinchalik o'sha fibroz, mana shunaqa holatlarni vujudga kelishiga olib kelyapti. Bu birinchidan, ikkinchidan tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, оказывается, mana sigaretni chekkan. Nechta chekkan? Kuniga bir pechka chekaman, ikki pechka chekaman. Bunda norma yo'q. Odam o'zi bilmagan holatda bir kunda 400 ta 500 ta zatyashka ham qilar ekan. То есть передозировка, nikotиновая передозировка bo'ladi, intoksikatsiya bo'ladi. Yuraklar urib bo'shashib, mazasi qochib haligini. Shuning uchun bu narsa chaton narsa bu. Qiziqib kimdir chakib ana qilsa, men har doim aytaman, men bunaqa aql o'rgatishni yaxshi ko'rmayman. Именно shu vape chekuvchilarni mabodo atrofimda ko'rsam, albatta uni ziyonini aytaman, chunki men buni o'qiganman, ko'rganman, isbotini ham topganman. Sizga shunday kasallar keladimi keyinchalik bo'lgan asorati bilan? Hobl degan kasallik bor, surunkali o'pka obstruktiv kasalligi. Bu chekish natijasida kelib chiqadi. 25 yil davomida chekish stajiga ega bo'lgan, 45 yoshdan katta bo'lgan bemorlarda vujudga keladi. Astmaga o'xshab nafas siqadigan bo'lib qoladi. Lekin astmadan farqli ravishda hoblda qaytar jarayon emas. O'pka tiklanmaydi. Chekishni tashlab to'g'ri davolasangiz, masalan, uni 4 ta pog'onasi bor, qaysi bitta bir pog'onasida to'xtab qoladi u. Ikkinchi pog'ona bo'lsa 2, 3 bo'lsa 3. Bunaqa bemorlar ko'p. Tashab yaxshi holatda umr kechirib yurganlar ham bor, tashamasdan oxirigacha borib nobud bo'lganlar ham bor buning ichida. Bitta случай bo'lgan, bir bemorimizga kelgan, men o'zim sharoiti og'ir bo'lgan, boshqa bo'lgan, men shu kerak bo'lsa sharoit qilib berib, klinikamizda o'zimizni hisobimizdan davolab yordam. Haqiqatda bir tushkun kayfiyatga tushib qolgan amaki edi. Shunaqa holat bo'ladiki, shifokorlarda bir shuni davolashga bo'lgan bir sportivniy interes deydimi, bir qiziqish bo'ladi, shu odam men tuzatay deganda. Tuzatganingizni o'zini ko'rib maza qilasiz. Har safar men tuzataman, bepulga davolashni boshladik, boshqa qildik, yana chekib qo'yadi. Men ketdim, balkim shu bepulga bo'lgani uchun shunaqa qilayotgandirlar, qadriga yetmayaptilar. В конечном итоге bir kun o'sha bemorimizni singlari kelyaptilar, o'sha qilgan mehnatingizga rozi bo'ling, akam o'tib qoldi. Lekin oxirgacha tashamadi, o'ziga bahona topadi. Kimdir o'tib qoldi, kimdir noto'g'ri gapirib qo'ydi, mingta anaqa. Demak, bu odamni o'zini o'sha miyasida bo'layotgan narsa. Haqiqatdan mana chekish o'ldiradi deydi-yu, haqiqatdan mana shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Demak, rostdan ham chekish o'ldiradi. Tashlash kerak dedimi doktor? Bo'ldi, to'yibsiz tashlang dedim. Shunaqa odam u aytishi mumkin. Men shunaqa odamlarni bilaman. Bir umr chakib yurgan, masalan, u anaqa 100 gacha yashagan. 100 gacha yashayapti deydi. Endi bo'lishi mumkin, shunaqasi ham bor. Demak, u organizm chidamliroq. Ha, chidamli bo'lganmi, boshqa bo'lganmi, endi uni aniq biza bir narsa deb ayta olmaymiz. Lekin bizada o'lim holatlari shu bitta yarimta 100 ga kirganga nisbatan 10 chandon ko'p. O'zi shu haqda ham so'ramoqchiman, chunki o'pka juda ham bir nozik organ hisoblanadi, meni nazdimda. Misol uchun organizmda juda ham ko'p organlarimiz bor. Masalan, yurakni biz motor deymiz, lekin yurak boshqa organlarga nisbatan baribir chidamliroqda. Hattoki onkologiyaga duchor bo'lgan odamlarning ichida, masalan, o'pkadagi onkologiyani davolash ham qiyinroq ekan, uni qaytarish ham, remissiyaga solish ham qiyinroq ekan. O'pka deyishsa, masalan, kimdadir rak deb aytishsa,
qaysi organ deb so'rayman, o'pka deyishsa, deyman. Juda ham tez ketib qoladi odamlar. Demak, shundan bilamanki, organ juda ham nozik. Ana shu nozik organni saqlash ham qiyin-da. Hozir mana podkast davomida gapirdik, har xil maslahatlar berdik, odamlarni to'g'ri yo'lga solishga harakat qildingiz, o'zingizni maslahatlaringiz bilan. Lekin ana shu o'pkaga o'zimiz zarar yetkazyapmiz. 10 ta faktor bor-ku, hayotimizda o'pkaga zarar yetkazadigan. Keling, suhbat so'ngida shularni sanab o'tsak. Endi umuman olganda o'pka bu ham o'ziga yarasha yaxshi, qaysi ma'nodaki ko'p narsani bizga kechirib yuboradigan a'zo bu. Odam bitta o'pka bilan ham bir umr yashashi mumkin. To'g'ri. Bir 60-70% masalan kesib olib tashladigan bemorlar bo'lsa, ma'lum bir vaqtdan keyin bu o'pka o'sha to'g'irlanib qolganini vazifasini ham qolgan qismi, to есть olib tashalgani vazifasini ham kompensatsiya qilib qilishi mumkin. Lekin bu degani bizga hamma narsa mumkin ekan degani emas. Biz albatta nafas yo'llarimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Bunga ta'sir qiladigan juda ham ko'p sabab bor. Birinchidan, eng ko'p hozirgi kunda o'pkaga bilib turib ziyon qilish bu masalan ma'lum bir sohada ishlovchi soha vakillari bor. Вредное производство deydi. O'sha qoida sampinlari bo'yicha bular maxsus respirator taqib ishlash kerak, lekin bu noqulay. Masalan, qaysi sohalar? Endi masalan ishlab chiqarish, kimyo bilan bog'liq yoki bir og'ir changlar bilan bog'liq boshqa sohalar. Yechib tashlaydi, o'sha bilan aqladi. Oddiy malyarlarimiz mana ishlaydi, juda ko'p keladi nafas yo'li muammosi bilan. Bular ham mana shunaqa. Kraska bilan ishlaydi, o'tkir narsa bilan ishlaydi, e'tibor qilmaydi. Hashalar bilan ishlashi mumkin, bu ham mana shunaqa. Hozir burnini yopmaydi. Keyinchalik og'ir muammolarga keladi. Yoki masalan chekadi, profilaktika qilmaydi. Etilik tez kasal bo'ladigan odam buni ham profilaktika qilmaydi, faqat kasalni o'zini davolab yuradi. Bu ham noto'g'ri narsa. Mana biz aytamiz, tez kasal bo'laman, nima qilishim kerak? Albatta, tuzalgandan keyin profilaktika qilish kerak buni. To'g'ri aytdingiz va bizni xalqimizning mentaliteti juda ham ajoyibdi. Nimagadir bizni qo'rqitishmasa bizga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun keling qo'rqitamiz. Lekin to'g'ri ma'noda qo'rqitamiz. Sizni sohangizga bog'liq bo'lgan qaysi kasalliklarni vaqtida davolamasa, ertami, indinmi bu odamni hayoti juda qayg'uli bir asoratlar bilan yakun topishi mumkin. Endi bundoq olib qarasa, har qanaqa kasalni oxirigacha bizning sohada davolamasa, shunaqa holatga olib Mana risk bo'ladi-ku, chunki Covid paytida biz bildik. Men o'shanda saturatsiya o'lchashni o'rgandim. Oddiy bronxit. Bronxitni to'g'ri davolamay yuraversa, mana hozir aytyapsiz, bu yo'talib yurdi, bu yo'talib. Pnevmoniyaga olib keladi, o'limga olib kelishi mumkin o'tkazib yuborsa. Asma to'g'ri davolamasa, asmatik statusga tushadi, nafasiz qiladi, o'ladi. Xobl to'g'ri davolamasa, chekishi tashlamasa, o'limga olib kelishi mumkin. Bu ham bo'lishi mumkin. Boshqa kasalliklar masalan, u alveolit bor, boshqa ming xil o'pka faqat masalan bronkial astma yo boshqa narsadan iborat emas. Eng ko'p uchraydiganlari shular. Lekin shuni ham agar vaqtida davolamasa, oldini olmasa, bu ham o'limga olib kelishi mumkin. Mana hozir aytdik, oddiy hasharot chaqishidan agar yordam ko'rsatmasa, odam o'lib ketishi mumkin dedingmi? Mumkin. Mumkin. Bu ham mumkin. Yoki mana havo o'sha aytamiz, noto'g'ri anaqada yuribdi, ma'lum bir narsa bo'ldi, o'tib ketishi. Bu ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim kimdir bizani qo'rqitishimiz kerak emas, biz o'zimizga qadriga yetishimiz kerak. Juda ham to'g'ri gap aytdingiz. Suhbatimizni aynan mana shu so'zlar bilan yakunlaganimiz ma'qul deb o'ylayman. Bizni hech kim qo'rqitmasin. Bizni hech kim majburlab shifokorga olib bormasin. Biz o'zimizni tibbiyotga bo'lgan fikrimizni boshqalardan olmasdan o'zimiz fikrlashni o'rganishimiz kerak. O'zimiz dasturlar ko'rishimiz kerak, shifokorlar bilan suhbat qurishimiz kerak. O'zimiz qiziqishimiz kerakda, o'zimizda bo'layotgan muammoga shifokor bilan birgalikda yechim izlashga harakat qilishimiz kerak. Farhod aka, bugun kelganingiz uchun katta rahmat. Menimcha suhbatimiz qiziqarli bo'ldi. O'ylaymanki, bizni tomosha qilib turgan insonlar ham o'ziga qiziq bo'lgan savollarga javob olishdi va albatta sizni fikrlaringizni, sizni savollaringizni, mana shu sohaga taalluqli bo'lgan hikoyalaringizni kommentariylarda kutamiz. E'tibor uchun katta rahmat. Shifo bo'lsin podkastda.